Assalomu alaykum. Mana bugun juma kuni tovarlarimizni olib tashqarilarga olib chiqdik. Yana bozorimizni boshlayapmiz. Xo'p, bir oylik shu oy ichi, ya'ni aprel oyi ichi skidkaga qo'yildi narxlarimiz. Tovarlarimiz mana beton meshalkalarimizdan birinchi beton meshalkadan boshlaylik. Hozirgi kunda beton quyadiganlar sezon payti 3.300.000 so'mga rolli varianti. Bunday holatda. Agar rolli varianti bo'ladigan bo'lsa 3.700.000 so'mga shu yerdan chiqarib beramiz. Xo'p, garelkalarimiz hozir motorlar narada ekan. Xo'p, drabilkalarimiz 6.5 kilo 3.5 millimetrda yoziladi. 4 kilo yon yerda bir alyumin variantligi, universal qo'l quruq chiqaradi. 4 xil setkasi bor mana. 4 xil setkalari bor. Setkalarga ham e'tibor berib qo'yamiz. Setkalari ham tuzuk, yaxshi. Xo'p, mana pichoqlari. Xo'p, narxi 1.900.000 so'm. Agar mis variant bo'lsa Ariol motor, unda 2.100.000 so'mga chiqadi. Xo'p, bunda 3 fazali motorimiz bor. Bu don, xashak hamma narsani chiqaradi, ho'l quruq chiqaradi. Xo'p, buni narxi 8.5 million so'mga 11 kilovatli motorimiz chiqadi. Xo'p, bitta gul qo'yadigan postavkalarimiz bor. Postavkalarimiz 470.000 so'mda. Mana hozir shunday qilib qo'yib qo'yiladi. Xo'p, oxirlarimiz, jodilarimiz. Xo'p, oxirlar ham kelib qoladi, xudo xolasa yaqinda. Xo'p, jodilarimiz narxi 500.000 so'mdan chiqadi. 250.000 so'mdan bunday ko'cha tekadigan apparatlarimiz. Shunday bosasiz, yerga chiqib turib ekadi. Xo'p. Garelkalarimiz 500.000 so'mdan boshlanadi, yuqoriga ketaveradi. Yoqib ko'rsatib beriladi. Mana palatkalarimiz bor. Palatkalarimiz 250.000 so'mdan 1 oylik skidkada chiqyapti.